Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Sizlar bilan doktor O'rmonov. Bugun ham bir ajoyib kunimizdan biri. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Bugun payshanba kuni soat 6:07 bo'lib qoldi. Hamma uyda, lekin biz hozir operatsiyadan chiqib turib syomka jarayonini boshladik. Nima uchun? Bu narsani albatta eshitish kerak. Opamiz Samarqanddan. Sizni aprelni 21 shu o'rtalarda tanishdik. Men tushuntirdim, operatsiya qilish kerak desam, o'rtada yig'lab yo'q bo'lib qoldilar. Endi mayli, ayol kishi yig'lab turish kerak. Ayol kishi qachon? Aytaman, har doim 2 marta yig'lash kerak. Birinchi farzandni qo'lga olganda yig'lash kerak. Ikkinchisi, zerikkanda nima qilishni bilmaganda Bekorchilik. Bekorchilikdan hammasi yaxshi bo'ldi. Значит, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'ling hoziroq, chunki bizda shu opamizda nimalarni boshdan kechirganlari va albatta shu yo'g'on ichak, stigmasimon ichakni sabablari, unda qachon operatsiya qilish kerak, uning asoratlari, nima uchun bemorlarimiz bizga ko'pincha kech kelishi va qanday operatsiya qilish kerakligi haqida to'liq gaplashamiz. Opa, sizga ming rahmat. Shunchalik ochiq hammasini gapirib beraman. Kimgadir yordam beradi, balki meni gapirgan gapim dedingiz. Keling, ismi ozgina orqaroqqa qaytamizda. Birinchi nimadan va qachon boshlandi? 1 yil oldin oshqozonim og'rishda boshlandi. O'zim bordim, zont yutdim. U yerda eroziyli gastrit chiqdi. Lecheniya qilishdi. Keyin yana qaytib borib zont yutaymi dedim. Yo'q, shart emas. Og'riqlaring bo'lmasa, o'sha o'tib ketdi, u narsa sandan yo'q dedi. 3-4 oy og'rib yurdi. Keyin правильный питаниyaga o'tganimdan keyin og'riqlar kamaydi. Yil oxirida уже ichakda tutilish, dekabr oyida. Da, уже 25-yil. Yaxshi kelmaslik, shunaqa narsalar уже kam boshlandi. 2-3 oy shunday qiynalib yurdim. Уже ro'za oyida ro'za tutdim, tutolmadim. Og'riq kuchayib ketdi. Keyin shu o'zimizga yana bordim, ular kolonoskopiya qilish kerak dedi. Ular yaxshi tekshirolmadi. Ko'nglim to'lmadi. Ko'nglim to'lmadi to'g'risi ularning tekshiruviga. Opamizda ham hammada bo'ladigan belgilar bo'lgan. Birinchisi ichki kelishning buzilishi. Bu ko'pincha har doim suyuq kelishi mumkin. Suyuq kelishi mumkin yoki ichning, misol uchun oldin bir kunda bir marta ichingiz keladigan bo'lsa, bu narsa 3 kun 4 kunda bir marta o'tishi mumkin. Sabab axlat o'tadigan yo'l bekilib qoladi. Shuning uchun axlat o'tmaydi. O'sma dalshi, ya'ni o'sma o'sishni hosil o'sishni davom ettiradigan bo'lsa, bu atrofdagi to'qimalarga o'sib o'tib, u og'riq qolib keladi. Ikkinchi asosiy belgilardan bu og'riq. Gaz yig'iladigan bo'lib qoladi. Chunki havo chiqmaganligi sababli gaz o'sha o'smaning yuqorisiga yig'ilib qoladi, qorin dam bo'ladi, gaz yig'ilishi mumkin va albatta keyinchalik axlatda qonning paydo bo'lishi. Boshqa hech narsamiz, faqat shu gaz yig'iladi. Bunday qaraganda hammada bor narsaday ko'rinadi-da. Eng yomon narsa e'tiborsiz bo'ladi-da hamma. Oddiy damku, pankreatit bu, o't xaltadan bu deydi-da. Men shu narsani sezdim. Chota уже нету. Chunki bu narsa bo'lmaganda mendan umuman oldi. Endi rakka misol uchun aniq bir belgilari yo'q. Qaysi organda kelib chiqishiga qarab turib, o'sha organda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa kasalliklar maskasida boshqa kasalliklarga o'xshab turib, bu boshlanishi mumkin. Ichakda dam bo'ladi, ichakda misol uchun axlatda qon kelishi mumkin. Faqat saratonda kelmaydi, gemoroyda ham bo'lishi mumkin, kalit bo'lishi mumkin, yazva bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shu narsa bilan aldashadi va bu birinchisi, ikkinchisi eng katta bizdagi problema onkologga borib o'zini tekshirtirish. Eng katta problema, значит, men borsam, saraton chiqsa nima qilaman degan juda ham katta bu qo'rquv bor. Yana uchinchi problema bilasizmi kimda? Bu bizni erkaklarda. Erkaklar kelib turib, yo'g'on ichagi tekshirtirish, bu qanaqadir o'zini yerga urish, deydimi, qanaqadir qanday tushuntirsam ekan, g'ururini pasaytirishga to'g'ri keladi. Shuni pasaytirish deb o'ylaydi, pasayish deb o'ylaydi. Shuning uchun ular ko'pincha to'g'ri ichakdan kamera bilan kirib turib kolonoskopiya amaliyotini bajarishdan bosh tortadi. Lekin u yerda saraton boshlangan bo'lsa, qo'pol bo'lsam aytaman, xohlamasa albatta onkologga, xohlamasa albatta xirurgga boradi. Chunki ichak to'liq yopilgandan keyin problema juda ham ko'payib ketadi. Xo'p, bizga keldingiz, Respublika onkologiya markaziga. Sabab nima bo'ldi? Sizni Instagramdan ko'rib keldim. Xo'p, nima misol uchun davlat xususiyda 2 ta vrach topdim. Bittasi chet eldan kelayotgan. Keyin uyga bordim, ertaga Toshkentga chiqib ketaman, taksi gaplashdim dedim. O'g'lim aytdi,
Da shu doktorni ko'ringda, aya dedilar. Keyin shunday ko'rsam sizni ko'rsatdim. Men aytdim, ko'rdim bu kishini, kuzatib yuruvdim, lekin bugun nervi qilganimni topolmay qoldim. Qayer dedim? Toshkentda, Respublika onkologiya dedi. Siz tushuntirgan ekaningiz, mana bu yerdan kelasiz, mana bunday liftdan so'raysiz, shunday. Keyin shu sraz telefon qildimda, lokatsiya o'zgardi. Onkologiyaga, Respublika onkologiyaga. Ishxonamiz yopildi, hozir yangi, mana ko'rib turgan, undan-da zo'r, undan-da srazu qaytdim buni chetlik vrachlardan ham, firmalardan ham, to'g'risi. Chunki men sizni olib ko'rgandimda, o'sha kun nervida topolmay qoldim, lekin o'g'lim o'sha topib qo'ygan ekan. Hay yaxshi, bu ham. Endi aytaman-da, mendan zo'r, mendan misol uchun kuchliroq deymizmi, mendan opiti ko'proq, tajribasi ko'proq doktorlar juda ham ko'p. Endi misol uchun har doim so'rayman, nima uchun meni oldimga keldingiz? Qanaqadir gapimmi, qanaqadir ishimmi, qanaqadir nimamdir yoqqan bo'lsa kerak, shuning uchun men ham xursandman. Juda ham yaxshi tushuncha berishingiz yoqadi. Men aytibman, kuzatganman sizni onlaydan. Endi o'zimda shu qandaydir sabablar bo'lganda men ko'rib yurganman-da. Ha, значит siz o'zingizda anonma deydi. Onlaydan bo'lgan. Taxmin qilib yurgansiz. Da, ko'rib yurganman nimaga ichagida bunaqa shu YouTube'lardan ham, Instagram tushunchangiz yaxshi. Shu hech kimga savol bermasdan shu eshitsa, kim bo'lsa ham savoliga javob ola oladi. Faqat eshitish kerak. Hay, значит sizga yordam ber. Odamlarga, nafaqat bemorlarga, значит oddiy odamlarga ham bu narsa YouTube. Tushuncha bor. Da, misol uchun yo'g'onchak saratoni nima desa, belgilari, значит tushuncha bor. Bu значит biz qilaman, rahmat. Xo'p, keldilar. Opamiz keldilar. Nasriyani hech kimda bo'lmaydi. Men to'g'risini aytaman. Men tushunmasam ham bilaman. Bu bizni oldimizga qabulga kelgan insonda nasriyani bo'lmaydi. Chunki onkologiya chiqish ehtimoli bor. O'shaning uchun nasriyani hech qanaqasi yo'q edi. 21-oktyabrda biz sizni tekshirdik. Aprel. 21-aprelda adashdim, uzr, tekshirdik. Men sizga aytdimki, operatsiya qilish kerak. Eslatib o'taman, tekshirishga nimalar kiradi? Birinchi bo'lib albatta bu kolonoskopiya, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Yo'g'on ichak, ya'ni to'g'ri ichakdan kirib turib, butun yo'g'on ichagi kamera bilan shu bir har santimetr o'rganib chiqish. Agar qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa, o'sha yerdan sразу biopsiya olinadi. Ya'ni shu olingan, o'zgargan narsani rak yoki rak emas degan savolga javob topish uchun. Bu bir. Agar o'sma asosan qorin bo'shlig'ida joylashgan bo'lsa, asosiy qiladigan ishlarimizdan biri yana qorin bo'shlig'ini kompyuter tomografiyasi qilamiz, kontrast bilan vena orqali. Biz yanada mukammalroq, chuqurroq o'rganamiz. Undan tashqari ko'kar qafasini rentgen ham qilsa bo'ladi, lekin yangi protokol bo'yicha albatta kompyuter qilish kerak. Nima uchun? Qorinda bo'lgan o'sma o'pkada ham bo'lishi mumkin. Hammasini, значит, opamiz o'tdilar. Значит, boshida shu tekshirilganda ikkinchi bosqichga taxmin bo'ldi. Limfa tugullarida hech qanaqa metastaz yo'q. O'sma faqat sigmosimon ichakda, faqat ichagini qavatida joylashgan. O'shaning uchun men, значит, operatsiya taklif qildim, sigmosimon ichak olib turib, plan bo'yicha hech qanaqa ichak chiqarish tashqariga yo'q, to'g'ridan-to'g'ri o'lab ketish. Opamiz lekin 2 hafta chiroyli tushuntirdim, 2 hafta, 3 hafta yo'q bo'lib qoldi. Qochib ketdi. Sabab nima bo'ldi? Qo'rqdim. Nimadan qo'rqdingiz? Shu kasallikdan qo'rqdim. Shu uyga bordim, ko'p o'yladim, nima qilsam, qanday qilsam, qayerga borsam, chet elga chiqsammi, nima qilsam deb yo'q. Chet elga o'zi aytdingizki, kimdir siz olib ketmoqchi bo'ldi. Men kimligini aytish shart emas. Chet elga ketmoqchi bo'ldik. Aytdingizki, misol uchun Hindistonga ham, Turkiyaga ham, Xitoyga ham borishga imkoniyatimiz yetadi. Muammo yo'q dedingiz. Nima uchun bormadingiz? Sizni kim to'xtatdi? O'zim, yuragim. Faqat shega to'ldi. Menimcha siz to'g'ri tanlov deymizmi, to'g'ri qaror qabul qilgansiz. Mana kim qanaqa informatsiya miyamga bersa, shunday ko'zimning oldiga sizni keltiraman-ku, ko'nglim to'xta. She'r deyman-da, bilinadi-da, yurak aytadi. Misol uchun meni opajon ko'rdingiz, misol bo'limni ko'rdingiz, registraturani ko'rdingiz, koridorni ko'rdingiz, oddiy dushlarni ko'rdingiz. Menimcha manman degan firmalarga basma-basaki dam beradi. Bo'ldi. Davlatlik. Demoqchiman, mana davlat shunaqangi, hozir ham sizni ancha gaplarni gaplashdik. Shunaqangi narsa yaratilganki, shunaqangi proyekt qilinganki, O'zbekistonda o'rta Osiyoda qo'rqmasdan aytish mumkin, eng birinchi o'rinda turadigan. Nomer 1. Sharoiti bo'yicha ham, texnikasi bo'yicha ham, yuqori saviyali operatsiya qilish bo'yicha ham, kombinativ laparoskopiya, qo'pol atkaz qilingan bemorlarni ham olamiz. Nima uchun? Bizda sharoit bor. Nima uchun? Bizda texnika bor, anesteziologiya bor, doktorlar bor. Hech kim qilmaymiz degan odamlarni ham olamiz. Nima uchun? U odam yashash kerak. O'sha narsaga qurbimiz bor. Xo'p,
Keyin kelishga sabab nima bo'ldi? Ana yig'ladingiz, o'yladingiz, bormadingiz. Ikkinchi marta qaytib kelishgani turtki nima bo'ldi? Shu narsani olsam, bo'ldi qutulaman. Chim uni lichit qilib yoki sizda nima bo'ldi deb yurgandan ko'ra. Nima lichini qilmoqchi bo'ldingiz? Bu yerda faqat xirurgiya operatsiya. Nima bilan lichini qilmoqchi? Dorilar bilan. Endi может быть biron joyga borsam sizni lichit qilaman, yaxshi qilaman desa, allanib qolsam, vaqt o'tib ketsa, bu narsa ko'payib ketsa, nima bo'ladi? Shu haqda ham video chiqarganman, как раз sizning holatingiz bo'yicha yaqinda ham Instagram video chiqdi. Biz bemorlarga tushuntiramiz, yordam berishga tayyormiz. Lekin bemorlar ko'pincha tashqariga shunday chiqsa, sizni kutib olishadi, bekitadigan joyi yo'q. Aytishadiki, onkologlar operatsiya deyishdimi? Ha, to'xtang, biz dori bilan davolaymiz deb. Lekin ming afsus, qurbaqa terapiyasini ham eshitdimman. Qurbaqasini sotgan 10 million, 15 millionga ari terapiyasini ham eshitdimman. O'zbekchalik kasallik joni og'riyapti, unga ari chaqtiradi. Ano zuluk terapiyasini ham, zuluk nima deydi, unaqasini ham eshitdimman. Bular hammasi yolg'on. Ularki eng yomoni, ular shu narsalar orqasidan yurib turib, ular vaqt yo'qotishadi. Onkologiyada vaqt orqaga qaytarib bo'lmaydi. Chunki yarim millimetr chapga o'ngga yuqori o'sadigan bo'lsa, qon tomirlari o'sib ketadi. O'sha 2 soatlik operatsiya 5 soat, 6 soat o'tib ketishi mumkin. Asorat ko'payib ketishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa paytda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Onkolog bunaqa ham do'st bo'lish kerak, onkolog gapini eshitish kerak. Hop, keldingiz yoki misol bermoqchi edim, yoki kelishingizga sabab asosiy bu og'riqlar kuchayib ketdi va asoratlar kuchaydi. Misol ichki kemasligi, og'riq kuchaygan bo'ldi. Kelaman, bo'ldi, Toshkentga ketaman deb niyat qilganimdan buyog'i bir ikkita ishlar chiqqanda, lekin 4-5 kun shu orasida toza ham axlat to'xtab, faqat silingiz bilan qon kelish boshlanib qoldi. Asoratlar kuchaydi, qon kelish kuchaydi. Hop. Shunday bo'ldi. Axlat kelganda qon kelmaydi. Qon kelganda axlat kelmaydi. Qon o'zi keladi faqat, axlat yo'q. Faqat gaz bilan shu anaqa bilan chiqadi, lekin shuni qarasangiz silingiz qon. Chunki faqat gaz bilan suyuq o'tadigan bo'lganda, qolgani teshik yopilganligi sababli yuqorida axlat hammasi qolib ketgan. Keldilar, значит, ba'zi bir tekshirishlarni vaqt o'tib ketganligi sababli nima qildik? Boshqatdan qildik. Qon analizi, EKG, kardiolog, значит, operatsiya taklif qildik. Operatsiya bo'lganingizga 6 kun bo'ldi. 6 kun bo'ldi-da, oldingi juma kuni operatsiya bo'lgansiz. Значит, 15-may kuni. To'g'ri. 15-may kuni shu bir bo'limda birgalikda Oqiljon Abduxalilov bilan birgalikda, значит, laparoskopik usulda sigmosimon ichagidagi o'sha sigmosimon ichak o'smaga qo'shib to'liq olib tashlanib, stoma, ya'ni ichagi tashqariga chiqarmasdan bir-biriga sirada uladik. Bu ham shu yangi zamonaviy, yangi misol uchun nima deydi, apparatura, yangi misol uchun xirurglarning qo'ldan keladigan ish. Men siz uchun juda ham xursandman. Operatsiya hammasi yaxshi bo'ldi. Operatsiya kechqurun, endi bir kunda bizda 2-3 operatsiya bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sizga obeddan keyinmi? Obedda bo'lsa. Obeddan keyin. Da, bir kun sizni reanimatsiyaga qoldirdik. O'zi odatda ko'pincha qoldirmaymiz. Sirad bemorlarni bo'limga olib chiqamiz. Ertalab bo'lsa, obedgacha tugatadigan bo'lsak, yaxshi tinch bo'lsa, sirad kechqurun olib chiqamiz. Hozir misol uchun 5 kun, 6 kun, 7 kun reanimatsiyada bemorlar yotmaydi. Sizniki kechroq tugaganligi uchun sizni ertasiga reanimatsiyaga olib chiqdik. O'sha zahotiyoq reanimatsiyadan chiqib, adashmasam, palataga 15-20 minutdan keyin o'sha turib yurdik. Koridorda ko'rdim men sizni. Ko'p yurmang dedingiz. Ya'ni endi yurish kerak. Laparoskopiya nima uchun kerak? Laparoskopiya shuning uchun kerakki, bemorlarimiz operatsiyadan keyin birinchidan 2-3 kun reanimatsiyada qolmaydi. Ya'ni ochiq operatsiya qolib ketishadi. Laparoskopiya nimaga kerak? Laparoskopiya qilgandan keyin sizga hech qanaqa narkotik dorilar kerak emas. Sizga shunchaki juda bo'lmasa bitta shu ketanol, qanaqadir oddiy og'riq qoldiruvchi dori kerak, u ham kerak bo'lsa, ertasiga turib bemalol yurishingiz mumkin. Sizga hech kim yordami ham kerak emas. Sizga eski bandajlarni taqib turib, nimalarni taqib turib, oldin ko'rgan plastinalarni taqib, undan hech narsa kerak emas. Bandaj ham kerak. Turib maza qilib yurasiz, tamom. 6 kun bo'ldi, hammasi yaxshi, ko'ngil xotirjam. O'sha ikkinchi bosqich, biz operatsiyadan oldingi ikkinchi A bosqich, operatsiyadan oldingi bosqich tasdiqlandi. Hech qanaqa limfotuglarda metastaz yo'q. Hammasi juda yaxshi. Ikkinchi bosqich bizda o'zi to'g'risi kamdan kam uchraydi, chunki ko'pincha bizda asosan 3-bosqich o'tib ketganroq. Shuning uchun boya aytdim sizga, lotereyada bugun juda katta yutdingiz, yutug'ingiz bor, nafsalaringiz sizda zo'r bo'lishi kerak. O'shaning uchun sizlarga ham qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, yo'g'on ichak, to'g'ri ichak, oshqozon masalasida bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Sizlarga kelib turib, misol uchun maslahat olsanglar, sizlarni hech kim operatsiya qilishga majbur qilmaydi. Biz maslahat berishimiz mumkin. Ya'ni shu laparoskopik, invaziv, zamonaviy, yuqori
nima deydi, yuqori saviyali operatsiya qilishga yordam berishga biz tayyormiz. Marhamat, Respublika onkologiya markazi, mani telefon nomerimni ko'rishingiz mumkin. Har doim telefonni ko'tarib yordam berishga tayyormiz. Opa, sizda nimaga bor? Shu dargohdan rozimisiz? Mana shuncha ko'rdingiz. Roziman. Hop, mana sizga bitta savol bor. Yig'lab kelib xursand bo'lib kulib ketyapti. Bu значит biz yutdik. Значит men ham yutdim, biz ham yutdik. Значит biz to'g'ri yo'ldamiz. Kattakon rahmat. Mana sizga savol, siz operatsiyani qanaqa tasavvur qiluvdingiz? Misol uchun 5 kun reanimatsiyada yotaman, tura olmayman, qiynalaman. Shunaqa qiynalaman, ochiq bo'ladi, ichak o'ylaganingiz- chiqarilib keta qo'yiladi. To'xtab turing. Sizni o'ylaganingiz qanaqa va sizda boshingizdan o'tkazgan hozir hayot qanaqa? Farqi bormi? Shuni ikki og'iz aytib bering, odamlar tushunishi kerak. Qo'rqdim, shu katta kesma bo'ladi deb qo'rqdim. Bu bir. Может быть dedim tashqariga chiqariladi dedi, ichak tashqariga. Undan ham qo'rqdim. Endi ayol kishi uchun Tim bo'yi yosh komfort bolangiz bor, emas, yosh bachalar bor. bachalaringiz bor. Shularni qo'rqqanim uchun ozroq orqaga surildim. Lekin hozir yaxshi. Maydagina teshikcha. Hech nima yo'q, Bilinmaydi. Bir ko'dan yo'q bilinmaydi. ketadi. Hech narsa bilinmaydi, to'g'risi. Даже abiz bo'lishim уже 2 kundan beri olmayapman amma. Bachalar shartmi deyapti. Men yaxshiman, nima kerak dedim. Yuribman. Laparoskopiyani yutug'i mana shu bo'ladi. Nima uchun laparoskopiya? Odamlarda fikr borda, laparoskopiyada hal qilish imkoni yo'q. Hamma narsani imkoni bor. Faqat to'g'ri mutaxassis va to'g'ri nima deydi, shifoxona tanlashni bilish kerak. Eng muhimi shu, chunki aytaman, onkologik diagnoz qo'yilgandan keyin birinchi qadam juda ham ko'p narsani hal qiladi. Misol uchun birinchi qadam juda ham ko'p. Shuning uchun agar sizlarga qanaqadir yordam kerak bo'lsa, yana qaytarib o'taman, Respublika onkologiya markazi Toshkentda joylashganmiz. Shu markaz shu yer bo'ladi. Bemalol kelib turib maslahatlashinglar. Oshqozon, ichak, oshqozon ostida bezi, jigar, o't qopi, yaxshi sifatli o'smalar bo'lishi mumkin, polip bo'lishi mumkin. O't qopida polip misol uchun bizning regionda juda ham ko'p uchraydi. Kelinglar, biz sizlarga yordam berishga tayyormiz. Opajon, sizni ko'rib turgan odamlarga nima deysiz? Mana shu qo'rqib yurganlar bor-ku, nima qilsam ekan yoki misol uchun boya o'zingiz aytdingizki, men so'rab ko'rsam odamlar yarim yildan beri axlatda qon bor ekan, lekin doktorga bormas ekan. Qo'rqib kelmay yurganlarga maslahatim, qo'rqmanglar. Unaqa yomon, unaqa xayollarga ham bormanglar, vaqtlaringni ham ketkazmanglar, to'g'ri kelinglar. Menimcha bu Qo'rqinchli emas. siz o'ylagandaqa qo'rqinchli emas. Yo'q, qo'rqinchli emas. 100% javob beraman, qo'rqinchli emas. Ha, yaxshi. Og'riqli ham emas. Misol uchun uylarga Uyda o'tirib, uylab, stress olib, nervi buzilgan u yomon qaytanga. Kelsa, ko'ngil to'q bo'ladi, shu yaxshi. Oldinroq oldini oladi. Lotereya yutdim-ku bugun mana. Lotereya yutdim-ku bugun. Lotereyani Oldinroq kelganim. Endi oddiy tilda aytganda, odatda lotereyada yutishmaydi-da. Lekin siz bugun juda ham katta yutuq yutdingiz, sababi sababchi bo'ldik-da. Misol uchun men ham xursandman, chunki bir bemor kelib turib, senga ishonib-da kelib turib, operatsiya qilish kerak, davolash kerak, oyoqqa qo'yish kerak. Misol uchun ichagi bitib ketguncha qachon bitadi, biz endi baribir xirurglar tushunadi meni. Qachon bitadi, biz o'tiramiz, gaz chiqdimi, axlat keldimi, iching keldimi, so'raysiz, ertalab so'raysiz, obedda so'raysiz, obeddan keyin so'raysiz, kechda yana so'raysiz. Katta rahmat. Xirurgiya qiladigan ish shu. Birinchi kelib turib, salom, iching keldimi degan savol beradi. Birinchi savol shu, xirurglar buni tushunadi. Tabriklaymiz desa vrachlar hayron qolibman, nimaga tabriklaymiz deyapti bular. Nima qizig'i bor meni ichim kelganda. Mayli opa. Videomiz tugatishdan oldin bir narsa aytamanki, onkologiyadan rostdan qutulsa bo'ladi. Faqat o'z vaqtida murojaat qilish kerak. To'ppa. 1 yil, yarim yil, 2 yil yurib kelasizmi? Baribir kelasiz. Birinchi bosqich ikkinchi bo'ladi, ikkinchi to'rtinchi bo'ladi. Keyin kelib turib, misol uchun afsuslanish u yordam bermaydi. Uni orqaga qaytara olmaymiz, chunki vaqt ketgan bo'ladi. Aytaman, bizgacha qancha bemor tez kelsa, biz bilan shuncha kam yuradi. Bizgacha qancha uzun cho'zilib keladigan bo'lsa, biz bilan uzoq yuradi keyin. Eng asosiy prinsip shu. Paydo bo'ldimi sirazi keyin. Biz faqat onkologiya kasallik yo'q. Bo'lishi mumkin gastrit, bo'lishi mumkin oshqozon yarasi. Ko'ngil to'xtala ketaveradi. Bo'lishi mumkin gemoroy bo'lishi mumkin. Bu degani har bitta kirib kelgan odamda hech qachon hammasiga rak qo'yilmaydi. To'ppa-to'g'ri. Nechtasimiz qaytaramiz, senda yaxshi ekan, sizda yaxshi ekan deb. O'shaning uchun xavotir olmanglar, biz yordam berishga tayyormiz. Kanalga albatta obuna bo'ling. Onkologiya haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni olishingiz mumkin.